İsmim Dostonjon, familiyam Oqmirzayev. Yoshim 25 ta. Jizzax shahrida tug'ilganman. Hozirda nasib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish arafasidaman. Cleaning, tozalash sohasida Xudo xolasa ko'plab marralarni zabt etish niyatimiz bor. Angliyadan qaytib kelganlar uchun Telegram kanalda grantga ko'zim tushdi. Birinchi narvonlar shu akkuratni qilib olsak, jahon ko'tarish. Zaifkadan keyin ular aloqaga chiqdi, intervyular bo'ldi. Yozma shaklda intervyulardan yaxshi o'tdim. Hammalari ishlarini barobar kelsin. Amin, Alloh. O'tgandan yaxshi qoling. Angliyadan qaytgandan keyin qozog'istonlik do'stim bor edi. U shu sohada biznes qilib, Instagramda yoritardi. O'shanda ichimdan havas qiluvdim. Mana o'zimga ham nasib qildi. Hozircha shu sohada ko'plab texnikalar oldim. 2023-yili 8-fevralda vizam chiqqandi. Biletni 13-fevral kuni olib uchib ketgandik. Dala ishlarida ishladim. Karam terish, har xil zelenlar terish bilan shug'ullanardik. Buni shilankani uchiga beradiganisidan bir ingichkasidan bering. Bundan bir jup, bundan bir jup bering. O'zingizga qulay yana tavsiyalaringizni bering, yana nimalarni tavsiya qilasiz? Sif bor, sif bor. Bering, o'shalardan bering. Qani, sohada qiyin narsa kadrlar masalasi. Baribir o'zim ko'p narsani ulgurmayman, jamoa kerak bo'ladi. Voy, sizlar yengil o'zlaringizga anaqa narsalarni olaysizlar, mo'jizalarni oling. Doim ishlashga hozircha 5 kishini tanlab oldim. Bu xona topshirilgan. Ishlarni chiroyli qilib tozalab artamiz, tashqi fasodlarni ham artamiz. Biz yigitlar burchatkalarni tozalaymiz, chimlarni chiroyli qilib o'rib beramiz. O'zim bu sohada yangi bo'lganim uchun ozgina mentor yetishmadi. Qaysiki ximikat, paroshoklar bilan ishlashga. Jutka bilan ishqalaymiz. Endi yangi ishini boshlayotganlar baribir qo'rquv bo'ladi, tavakkal qilish kerak deb o'ylayman. O'zini ustida ishlasa, o'sha sohada yetuk mutaxassislarga uchrashib maslahatni oladigan bo'lsa, ishi oson kechadi deb o'ylayman. Nasib komandani rivojlantirib, bu sohani klientlik bazani shakllantirsam, ishda menejerga topshirib, keyingi loyihalar ustida ish boshlash, o'qishimni tugatib qo'yish va uylanish nasib. Xudoning fazli bilan bu ishlar bo'lyapti. Grantlarga ham menimcha o'zidan-o'zi bo'lib qolmadi. Harakat qilish kerak. Omadga qattiq mehnat bilan erishiladi. Mehnat, ilm, Xudodan yordam so'rash kerak. Do'stlar, Xudo xolasa yangi ish boshlabdi. Ishiga baraka so'rab Allohdan duo qilaylik. Alloh barakasini bersin. Amin. Nimaniki chin ko'ngildan istasa, bu narsani butun koinot amalga oshirishga harakat qiladi deydi. Shuning uchun o'zimga ham, barchalarga ham yaxshi niyat qilishda to'xtamaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. İsmim Rustam, familiyam Ismatullayev. 2023-yildan beri Angliya davlatiga mavsumiy ishga 6 oylikka borib ishlab kelamiz. Shotlandiya davlatida 6 oy ishladik. Shotlandiya davlati yaxshi ekan. Ikki tomon okean bilan o'ralgan, havosi toza, yaxshi, sharoitlar yaxshi. Qulupnay parvarishi bilan shug'ullanadi. Asosan qulupnay, galvinka, malina. Yevropani ko'chatlar yaxshi tomoni shunday ekanki, bular qishda ham ekib turib, yerga suv ochib yorsangiz, bahorda hech narsa bilmagandek jonlanib ketaverar ekan. Tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan mana chet davlatga borib, taassurotlarimiz yana ham o'zgardi. Yevropa agrotexnikasi bilan o'zimizni solishtirib, kelajakda ko'proq shuni ekish. Xil sortda o'shalardan olib kelib, mana tuyaga ekkan edik.
Shuni sinayapmiz. Yomon emas, mana G'ohar chiqazyapti. Hamma sharoit bor, suv bor. Mana mahalliy o'g'it shu yerdan chiqadi mahallada. Noyabr oylarida shu yerga qulbini ekish rejalashtirib turibmiz. Hozir plyonka yopilgandan keyin buni ichidan chiqishi yo'q. Sababi ertalab vaqtlik kirasiz, shu bilan ichida ishlayverasiz. Kechgacha ko'z ko'rmay qolguncha ichida ishlanaveradi. Mana hozir qishloq xo'jaligi vazirligiga qarashli Italiyadan kelgan navlarni oldik. Shu yerda sinab ko'ryapmiz. May bilan birga gul ham chiqaveradi. Parallelni yaxshi bu. Mana hozir bu grant turib oldik. Mana bunga mana misol uchun kerak bo'ladigan plyonka, armatura shunaqa dehqonchilikda ishlatiladigan narsalarni sotib olganman. Bunda kasallik hech narsa yo'q. Obrodga qilingan toza mahsulot. Bugungi ishimiz tugadi buning ichida. Dehqonchilik bilan shug'ullangan odam yil 10 oy xohlaydimi, xohlamaydimi ish bilan band bo'ladi. Yanvar, fevral oylari o'zimga dam beraman. O'sha vaqtda hamma narsani qisman to'xtataman. Bo'sh paytimda mana shu tabiat qo'yniga chiqib, iloji bo'lsa shu baliq ovi bilan shug'ullanib, vaqtimizni shunaqa o'tkazishga harakat qilamiz. Kim nima kasb tanlashdan qat'iy nazar o'sha kasbiga nisbatan ishtiyoq bo'lish kerak. Birinchi navbatda izlanish kerak. Tinmay shunda o'zini orzusiga, maqsadiga yetishadi. Hamma narsaning ham yechimi bor. Yechimini topish kerak. Bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Menimcha shunda odam maqsadiga yetadi, shu bu dunyodan bir armonsiz o'tadi-da shunda. Ismim Ibrohim, Sirdaryo viloyati Xovos tumanining Gulbahor mahallasida istiqomat qilaman. Yoshim 29 da. Bu yoq onam bo'ladi. Bu maktabda ancha yildan beri tarix fanidan dars berib keladi. O'qishga kirganimdan keyin ayol solaman, chetga chiqaman degan planlar paydo bo'lib qoldi. Keyin asosan chetda mo'ljallab qoldim-da. Takrorlaylik ozgina, demak, sami biz darak gaplarda ishlatamiz, endi inkor va so'roq gaplarda ishlatardik, to'g'rimi? I don't have any apple juice. Demak, meni apple juice'im yo'q, but lekin I have some oranges. Lekin ozgina nimam bor? Bu yoqdan siz o'qingchi. Inkor gap-a? Inkor gap, demak. Aha. To'g'ri. O'qib yurgan paytlarim Londonni ko'rish orzu edi-da. O'sha London, Cambridge, boshqa Nottingham, o'sha shaharlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, aylanib, asosiy maqsad travel bo'lgan, sayohat bo'lgan. O'sha yoqqa borib keldim, mana shu narsalar bo'ldi-da. O'sha tanlovda ham shart shu. Angliya davlatida ishlab kelgan fuqarolar uchun faqat. E'longa ko'zim tushdi. Qarasam, hamma narsa menga to'g'ri keladi. Keyin o'zim biznes rejamni kirgizib, tanlovda g'olib bo'ldim. Mahallamizda yo'qligi uchun o'sha narsani avvaldan o'ylab yurardim. Ayollar ham, yigitlar ham hamma o'sha yerga borib, sport bilan shug'ullanib, o'zini sog'lig'ini qandaydir yaxshi tarafga o'zgartirsa deb yurardim. Bir oy bo'lgan bo'lsa ochganimizga bu yoqda, to'g'ri joyimiz kichkina, lekin grafik asosida kiradi-da. 2 soatdan shug'ullanadi bu yoqda. 6 ta, 7 ta kiradi, 10 ta bo'lmaydi. Chunki tiqilib qoladi, joyimiz kichkina. Bugungi kunda hamma sog'lom hayot tarafdorida. Masalan, ortiqcha vaznli insonlar ko'payib ketyapti yoki boshqa tarafdan shuni hisobiga talab kuchli sport zallari ochish. O'sha grija bilan og'rigan insonlar ko'p bo'lgani uchun buni ham asosan zakaz bilan chaqirtirgandik. Deb yotdi. Orqaga tashlanar ekan. Vibratsiyadan 2 ta chaqirtirgan, bittasi uyda hali yangi ochilmagan. Keyin oyoq massajyori bor. Bo'sh vaqtimizda shu anaqa jonivorlarga qarab turamiz. O'tilarga osh pishdi. O'tilarga. Bismillah. Alloh shonki. Bismillah. Maktabda ishlash bu asosan ota-onamning qonida bor, ota-onamdan yoqqan desam bo'ladi.
Menga asosan maktab hayotidagi o'sha bolalar bilan ko'proq ishlash, ularni xulqida muammosi bor bolalarni to'g'ri yo'lga chorlash, ularni to'g'ri tarbiyalash men uchun qiziq. Bugundan boshlab biz zararli odatlarga ko'zimiz tushdimi, endi bu yog'iga hech bo'lmasa qalbimiz bilan qarshilik ko'rsatish. Bir ko'rib ketadi-ku. Ma'noda. Endi maqsad kechga trenirovkaga bormoqchi edi bolalar bilan. Bemalol kelaversa, shug'ullanib, o'zimiz ham shug'ullanib, qorinlar yo'qotdan. Ko'proq nima deydi, fizический, jismoniy mehnat ham kerak edi, o'shani hisobiga fitness menga kerak edi. O'zim o'ylab ham bu narsani ochdim, to'g'ri shug'ullanish uchun. Ayollar, bolalar ko'pchilik rahmat aka deb qanday aytadi-da, masalan, mahallamizda yo'qda zo'r ish qildingiz. Boshida qiyinchilik bo'lar ekan, albatta. O'sha qiyinchiliklardan qo'rqmasdan, sabrli bo'lib, biznes minusga ham ketishi mumkin-da. O'sha narsalar ko'pchilik chidolmaydi. O'sha narsani yengib o'tish kerak va boshida sabr qilish kerak ekan. Hamma narsani hisobini olib, ota-onasining duosini olib, birinchi navbatda keyin boshlash kerak.